Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, doimiy kuzatuvchilarimiz va forsili ixlosmandlari. Bugun navbatdagi yangi darsimizni boshlaymiz. Ushbu darsimizda mashhur Muslihiddin Shayx Sa'di She'roziyning 3 ta baytlarini o'qib, tarjima qilib tahlil qilamiz. Marhamat qilamiz. Endi diqqatlarimizni ekranlarga qaratamiz. Chu bi niyatimi sar afkande pish mazan buse bar sare farzand xish. Ya'ni agar ko'rsanki bir yetim bola boshini oldinga quyi solib o'tiribdi, o'zingni farzandingga boshiga o'pich urma, bo'lsa urma. Ya'ni agar yetim boshini quyi solib yurgan bo'lsa, o'zingni farzandingni erkalab uni o'pma deyapti. Ikkinchi bayti: ilm chandon ke bishtar xoni cho amal dar tu nist nodoni. Ya'ni har qancha sen ilmni ko'p o'qisang ham agar senda amal bo'lmasa sen nodonsan. Uchinchi bayti: mayozor muri ke doni kash ast ke jon dorat va jon shirin va xush ast. Ya'ni don tashiydigan mehnatkash bo'lgan chumolini ham ozor bermagin kim, uning ham joni bor va undagi jon o'ziga yoqimli va shirin bo'lib hisoblanadi. Demak, mana 3 ta baytni o'qidik. 3 ta baytni tahlil qilishga harakat qilamiz. Birinchi baytda Shayx Muslihiddin Sa'di She'roziy aytibdilarki, agar bir yetim bolani ko'rsangki, boshini egib yurgan bo'lsa, uning oldida farzandingni o'pma deyaptilar. Ya'ni o'pmadan murod erkalama, o'z bag'ringga bosma. Nima uchun? Chunki agar yetim sening farzandingni erkalayotganingni ko'rsa, otasi, onasi yo'qligini bilib xafa bo'ladi, xo'rsinadi deyapti. O'zimizda ham qolgan hikmatli so'zlar borki, kambag'al oldida boyligingni, ota-onasi yo'q oldida, ota-onangni, farzandi yo'q oldida farzandingni maqtama deyiladi. Bundan murod inson faqat o'zini emas, atrofidagilarni ham o'ylashi kerak. Mana shundagina bir-biriga munosabat yaxshi bo'ladi deyapti. Ikkinchisida esa ilm haqida, ya'ni Muslihiddin Shayx She'roziy aytibdilarki, agar har qancha ilmni ko'p o'qisang ham senda unga amal qilish bo'lmasa, sen baribir nodonsan. Nimaga? Chunki ilm amal bilangina bo'ladi. Qachonki amal qilsangiz boshqalarga ham ta'sir qiladi. Buni tarixda juda ko'p misollari bor. Bitta kichkinagina misol keltirsak, Ibn Sinoning huzurlariga bir kichkina go'dakni ota-onasi olib keladi, hamma joy yara bosgan bo'ladi. Ibn Sino kuzatib turib aytadilarki, 40 kundan keyin kelinglar deb. 40 kundan keyin o'sha kichkina bolani olib kelishsa, bolaga Ibn Sino aytadilarki, bolam endi shirinlik yemang deydilar. Ota-ona bo'ldimi deganda, ha bo'ldi deydi Ibn Sino. Nimaga 40 kun oldin aytmadingiz deganda, u payt men shirinlik yer edim. O'shandan buyon shirinlik yeyotganim yo'q. Ana o'sha uchun endi shirinlik yemang bolam dedim. Endi u bolaga ta'sir qiladi, chunki o'zim amal qilyapman deydilar. Uchinchisi esa bir chumolini ham ozor berma, chunki uning ham joni bor va joni o'zi uchun shirin va yoqimlidir deyapti. Demak, biz insonlar, hayvonlarni emas, hatto oyog'imiz ostidagi chumolni ham bosishga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Chunki uni ham Xudoy taolo yaratgan, uning ham joni bor. Unda ham masalan xursand bo'lish yo xafa bo'lish kabi xususiyatlar bor. Bu haqida ham ko'pgina rivoyatlar bor. Bu yog'ini o'zlaringizdan izohida kutamiz, chunki misollar juda ko'p. Masalan, bitta mushukni sug'orib jannatga kirgan yoki bitta mushukni qamab qo'yib do'zaxga kirgani haqida bor. Qolgan izohlaringizda kutamiz. Fikrlaringizni, mulohazalaringizni, diqqatlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.